Avtobusdachi esinglardami? Tezroq kelinglar. Xayrli kun qizlarjonlar. Bugun ham ozginagina 5 minut vaqtda mana sarafanlarni obzor qilib beramiz. Sizlar qaranglar. Mana bu sarafan, Leon sarafan bular. Hozirgi kunda sarafanlarni mana bunaqa rubashkalar bilan kiyish moda bo'lgan. Hali qizlar ko'rsataman, lekin kiyib ko'rsatolmayman. Meni razmerimni qizlar sotib olishgan. O'sha qaranglar, mana bu oq sarafanga masalan, mana bu hali ochib bundoq qilib ko'rsatishga harakat qilaman. No, afsus, paka obzorga yetib kelmadi meni razmerim. Bugun ham qizlar kelishdi, bulardan o'sha razmer meni razmerimdagi razmerlar qolmadi qizlar. Mana buni qaranglar. Mana bunga, mana buni qilsak masalan, juda ham zo'r. Va qizlar bizlar paftor olgan ko'ylaklarimiz mana qaranglar bundan va bunisidan, bunisi yangi keldi. Qizlar, bu ham yangi keldi. Va mana bu trenddagi ko'ylak, buni ham paftor oldik. Qizlar, hozir buni kiyib ko'rsataman. Qizlar jo'lay. Hozir ozgina turib turing, keyingi storiesda boshqacha narsa ko'rsataman. O'sha gap eng zo'r narsalar faqat meni do'konimda.